yilgi Chevrolet Lacetti avtomobil bozori uchun yangilangan dizayn va zamonaviy texnologiyalar bilan qaytmoqda. Ushbu model o'zining ishonchliligi, tejamkorligi va qulayligi bilan mashhur bo'lib kelgan. 2026 versiyasi esa yanada mukammal ko'rinishga ega. Old qismi yangi radiator panjarasi, toraytirilgan LED faralar va aerodinamik bamper bilan jihozlangan. Kuzov chiziqlari yanada sportcha uslubda ishlangan bo'lib, avtomobilga zamonaviy va dinamik ko'rinish beradi. Orqa qismida LED stop chiroqlari va yangilangan dizayndagi bagaj eshigi mavjud. Salon qismi keng va qulay bo'lib, sifatli materiallar bilan bezatilgan. Markaziy panelda 10 dyuymli sensorli multimedia ekrani joylashgan bo'lib, Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi. Raqamli asboblar paneli haydovchiga barcha kerakli ma'lumotlarni aniq va ravshan ko'rsatadi. O'rindiqlar ergonomik shaklda ishlab chiqilgan va uzoq safarlarda ham qulaylikni ta'minlaydi. Orqa o'rindiqlarda yo'lovchilar uchun yetarli joy mavjud bo'lib, oilaviy foydalanish uchun juda mos keladi. 2026 Chevrolet Lacetti kapoti ostida 1.5 litrli benzinli dvigatel taklif etiladi. Ushbu dvigatel 115 ot kuchi ishlab chiqaradi va 6 pogonali mexanik yoki avtomat uzatmalar qutisi bilan birga ishlaydi. Yoqilgi sarfi o'rtacha 6.5 litr atrofida bo'lib, bu esa uni iqtisodiy jihatdan foydali variantga aylantiradi. Osma tizimi yo'l notekisliklarini samarali yutadi va boshqaruv barqarorligini ta'minlaydi. Shovqin izolyatsiyasi yaxshilangan bo'lib, salon ichida tinch va sokin muhit yaratilgan. Xavfsizlik tizimlari ham yangilangan. Avtomobilda ABS, EPT, ESP, OLD va yon havo yostiqchalari mavjud. Bundan tashqari, orqa kamera, parktronik sensorlar va yo'l chizigini kuzatish tizimi kabi zamonaviy yordamchi funksiyalar qo'shilgan. Mustahkam kuzov konstruksiyasi va yuqori sifatli tormoz tizimi haydovchi va yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlaydi. Komfort funksiyalari orasida kalitsiz kirish va ishga tushirish, 2 zonali iqlim nazorati, rul,